Adasi, uydagilarni ko'rgani borib kelmoqchi edim, maylimi? Borsang boraver. Kenayi, namuncha uyimdagilar devorasiz. Bu uy sizniki emasmi? Shu bizlarni bir kun bo'lsa ham ko'rmasangiz-da, shu ketsangiz-da, ya. Nima deganingiz bu, Madina? Menga qara, o'chir ovozingni, ko'p bidillamagin. Bu hafta emas, keyingi hafta borasan. Ishlaringni qilib tur. Assalomu alaykum, adasi. Keldingizmi? Onasi, tez ovqatingiz bugun smenda ekanman. Nochga ham ishlar ekanman. Adasi, yana ishga ketasizmi? Men qachondan beri ko'chaga chiqmayapman. Pashti 1 oy bo'ldi, uyga ham bormayman. Aylangan olib chiqasizmi degan edim. Yana nima duosi? Sizga uylangandan beri kechasi kunduz ishlaydigan bo'lib qolgan bolam. Hech kun bermas ekansizda, yoqqa boring, bu yoqqa boring deb. Oyi, Jim bo'l, xotiningni qonidek bolasini boqaman deb 24 soat ishlayapsan. Seningga ham kun bermayapti. Kenayi, menga qarang, akangizga telefon qiling. Uy to'lovlariga pul olib kelib bersinlar. Svet qarzga kirib ketibdi. Ertalabdan kechgacha kir mashina ishlatasiz. Konditsionerni ertalabdan kechgacha yoqib olasiz. Dazmol qilasiz, to'g'ri-da? Chirpirray bo'lib aylanib ketadi-da unaqada. Madinaxon, akangizlar to'laydilar-ku. Akam hadib to'laverarlarmi? Ko'chadan sipirib kelyaptilarmi pulni? Qiling akangizga. Shunchalik pastmi sizga pul bera olmaydimi? Allo, aka. O'zimga deb beting, kompostlarimga deb beting. akang keldimi? Ha, pul tashab ketgandilar. Nimaga akang kelib uyimizga pul tashab ketdi? Jinniroqmisan? Akangdan pul so'radingmi? Begim, seningiz aytgandilar, Svet qarzga kirib ketdi, so'rang deb. Astag'firulloh, kenayi, qachon men bunaqa deb nimaga tuhmat qilyapsiz? Akam hamma kompostimizdan qilib qo'yganlardan keyin men nimaga akangizdan pul so'rab Nimalar deyapsiz, Madina? O'chir ovozingni, men seni gap qaytaryapsan. Bu sezonman necha safardan turtkilab yuribsan. Yana bir marta shunaqa qiladigan bo'lsang, qonuniy bolaga ham qarab o'tiringlar, haydaveraman keyingi safar. Qo'shni, yaxshimisiz? O'qiloo'zingiz berib turing. Mana. Menga qarang, har kuningizda janjali, qaynisingiz qaytib kelib sizga kun bermayaptimi? Yo'q, qo'shni, adashibsiz. Bizning uyda hech ham janjal bo'lmaydi. Qaynisinim juda ham yaxshilar, mehribonlar. Menimcha boshqa xonadonlarda janjal bo'lsa kerak. Ha, mayli, chiqing. Menga qarang, kenayi, 8 soat choy ichib o'tirasizmi? Ko'chadan qachon sipirasiz? Obed bo'lib ketdi-yu. Menga qara, senda gapim bor, bu yoqqa yurgin. Hamma ayb senda ekan. Keningga nimaga kun bermaysan hadeb. Bechora og'ir oyoq bo'lsa hamma ishlarni qiladi, baraka topgur. Sen bunaqa qilsang, akangning oilasi buzilib ketadi. Ikkinchi bunaqa bunning suqmagan.